Madainning fatisi. Musulmonlar Madainga besib kirgandan keyin shahar ichida parislarning tayini qolmadi. Chunki imperator qochib ketgandan keyin xalqmo shaharni tark etgan edi. Faqat orduning ichida oz sonda askarlar bor edi. Salman Farisi ularni 3 kun ichida taslim bo'lishga chaqirdi. Ular o'zlarining qochib qutula olmaydiganligini bilib taslim bo'lishdi. Qadisiyaning fatih qilguvchisi va Iroqdagi musulmonlar qo'shinining bosh qo'mondoni Said ibn Abu Waqqas bo'sh qolgan bu o'rdaga tunji kirishida Qur'oni Karim Sura Duxon 25-oyatdan 29-oyatgacha o'qidi. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni va ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. Ular bahramon bo'layotgan ne'matlarni qoldirdik. Shundoq qilib, ularni boshqalarga miros qilib berdik. Ularga osmonmi, zaminmi yig'lamadi. Ularga muhlatmi berilmadi. Said Xisrav ayvini deb atiladigan bu saroyni masjidga o'zgartdi va qo'shini bilan bu yerda juma namozi o'qidi. Tarix Hijriyaning 16-yili Safar oyi edi. Alloh taolo islom qo'shinlariga Jalula, Tikrit va Mosul qatorliq yerlarning fatisini muyassar qilguvchi musulmonlar bu yerga kirib yerlashib bo'lgan edi. Keyincha bu oilalar Kufaga ko'chdi. Jalula burunqi zamonlarda Babilni Ironga bog'laydigan tijorat yo'li ustiga qurilgan shahar bo'lib, xarobillari Iroqda hozirgacha mavjud. Said har tarafga qochib tarilib ketgan Paris lashkarlarini qo'g'lash uchun kichik tipdagi qo'shinlarni avatdi. Imperator texi yaqindala bu yerdan qochgan bo'lib, eg'ir kelib tashlab qochgan bakmu qimmatlik narsa kerak va kiyim-kechaklarni qo'lga kirgizgan musulmon askarlar bu narsalarni Madainga elib kelib, qo'shin qo'mondoniga topshirdi. Said g'animatlarning 5dan birini ayirib, Bashir ibn al-Hassasiya ismli qo'mondonning mas'ulligida Madinaga avatdi. Bu g'animatlarning orasida imperatorning toji, unchi marvoyitlari va kiyim-kechaklari bor edi. Hazrat Umar bu narsalarni ko'rib, bu qimmatlik narsalar haqiqatan omonat egalariga topshirildi deb davlatga oid bu mollarning suiiste'mol qilinmaydiganligini ifodalamoqchi bo'ldi. Hazrat Alimo uni tasdiqlagan holda, sen sana yarashmaydigan so'z harakatni qilmag'achqa, xalqmo sendan ulgu elib, durust muomala qilyotidi dedi. Jalulaning fatisi. Imperator Yazdigerd Madaindan qochgandan keyin har tarafga qochib ketgan Paris qo'shinining ko'pincha lashkarlari asta-asta uning atrofiga to'planishga boshladi. Imperator Alvonga chekingach, bu qo'shinning beshiga Mehron ismli birini qo'mondon qilib tayinlab, ondan o'zi Jalula tarafga o'tdi. Paris qo'shinlari bu yerda qarshilik bildirish uchun shaharning atrofiga xandak qo'lladi va islom qo'shinining shaharga kirishini mushu orqali to'smoqchi bo'ldi. Bosh qo'mondon Said Hazrati Umarga maktub yo'llab, ahvoldan xabardor qildi. Hazrati Umar uning Madainda qilishini, Turshavullarning beshiga Kaka ibn Amir at-Tamimini, o'ng qanotga Said ibn Malikni, so'l qanotga Amir ibn Malikni, yordamchi orqa sapga Amir ibn Murra al-Juhaynini va bosh qo'mondonlikqa qerindishi Hashim ibn Utba ibn Abu Waqqasni tayinlab, Paris qo'shiniga qarshi avatishni buyurdi. Bu buyruqqa binoan Hashim ibn Utba qo'shinga qo'mondonlik qilib, Jalulani muhosiraga oldi. Yana nihoyat shiddatlik urush boshlandi. Har ikki tarafga to'xtamay yordamchi qo'shin kelib turadi. Nihoyat Alloh taolo musulmonlarga Jalulaning fatisini nasib qildi. Paris qo'shinining shu qadar ko'p lashkari o'ldirildiki, atrofda jasaddan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Bu urushda qo'mondonlardan Kaka ibn Amir, Amir ibn Madi Yakrab, Hajar ibn Adi, Qays ibn Makshu va Tulayha al-Asadi qatorliqlar ajoyib qahramonlik bilan jang qilib, musulmonlarni ustunlikka erishtirdi. Halvonning fatisi. Ikkinchi qo'mondon Hashim ibn Utba talofatga uchrab qochgan Paris lashkarlarini qo'g'lash uchun Kaka ibn Amir boshchiligida bir rota askar avatdi. Paris lashkarlari musulmon askarlar yetib borgan har yerdan qochib, o'zlariga ig'ir kelgan narsa kerakning hammasini tashlab mang'atdi. Shu sabab bilan Kaka ibn Amir boshchiligidagi askarlar ajoyib ko'p miqdorda g'animat qo'lga kirgizdi.
Bu g'animatlar Sasaniylar imperatorligining poytaxti Madainda qo'lga kirgizilgan g'animatlardan oz emas edi. Kaka Paris lashkarlarini qo'g'lab yurib, oxiri Paris qo'shinlarining eng oxirgi qo'mondoni Mehronni tutib olib o'ldiribdi. Ondan Iranning Ray, ya'ni hozirgi Tehron shahri orqali Alvonga qarab yurish qilib, qisqa muddat ichida Alvon va uning atrofini ishg'ol qildi. Tikrit va Mosulning fathisi. Hashim ibn Utba Jalolaga yurish qilgan vaqtda Abdullah ibn Mut'im, ya'ni xalifaning amri bilan bir bo'lik askarga qo'mondonlik qilib, Tikritga qarab yo'lga chiqdi. Tikrit aholisining bir qismi Rum, bir qismi xristianlashgan arab, iyod va tag'lib qabilalari va oz miqdorda Mosuldan kelgan xalqdan tarkib topgan edi. Abdullah ibn Mut'im shaharni 40 kun muhosirga oldi. Bu 40 kun ichida shaharga 24 qatim hujum qildi va hammasida xili obdan natijalarga erishdi va oxiri shaharni fath qildi. Musulmon bo'lganlardan boshqa oxirgi qarshilik bildirgan xalqning hammasi qilishdan o'tkazildi. Ondan Rabi Mosulga qarab yurish qildi. Mosul xalqi jizya to'lash sharti bilan kelishim tuzdi. Masabzonning fathisi. Bosh qo'mondon Said Paris qo'shinlarining bu qatim Halvonning o'ng tarafi va Hamadan yo'li ustida Masabzonda to'planayotganligi haqidagi xabarni oldi. Said bu xabarni darhol xalifaga bildirish bilan birga uningdan Dirar ibn al-Xattob al-Fahiri boshchiligida yordamchi qo'shin avatishni talab qildi. Said bu xabarni darhol xalifaga bildirish bilan birga uningdan Dirar ibn al-Xattob al-Fahiri boshchiligida yordamchi qo'shin avatishni talab qildi. Hazrati Umar avatgan yordamchi qo'shin yetib kelgandan keyin musulmonlar bir hujum bilan ustunlikni egalladi. Masabzon xalqi shaharni tashlab tog'larga qochdi. Ammo qo'mondon Dirar ularni qistavergashga taslim bo'lib, ba'zilari musulmon bo'lishni va ba'zilari jizya to'lashni